позывной ishlardan. Sam штурмовик demadi. Штурмовик сказал, power, mexanik, elektrik. Штурмға барбайсың деген тұр ғой. Mexanik, elektrik deb. Men o'yladimki, тогда power bo'laman dedim da. Keldim. Qo'limga avtomat berdi qo'limga. Pul deb qaldingiz, qancha berishdi sizga qo'lingizga? 1 million oldim, короче. Дағы 1 million бересіз дешті да, Yok. Может, пока не остальные я не получил. Olganim yo'q qolganim. Может, kelgandi. Точно не знаю. Анан кейін учебка алып барышты. Да, учебка. Қайсы жерде өтті учебка? Учебка Новозовский, Ростов. Ростов был. Дунаевка. Уже Дунаевка на территории Украины уже. 2 полигон был. Ал жерде нені үйретішті сілерге? Мылтық танымағандай? Да, автомат ушашты o'rgatdi, granat otish, yugurish, drondan qilish, ko'rsa qana qilishni o'rgatdi. Siz o'shanda o'ylagan жоқсыз, sizde повар qilib olsa ne atqilganды үйретіп o'shatib? Men aytdim. Men zачем nimaga avtomat beryapsan? Men повар. Какой повар? У вас нет уже вариант. Подписали уже контракт на штурмовик. Только период назад нет. Siz ошол убакта эле өкүнгөн жоксуз бу барганыңызга? Уже башланды, уже ойланып баштады. Да. Зачем подписал, короче, лучше, короче, не надо было. Ойланdım, ketish kerak ekan. Deportda olib. O'yladim, pasportini ham, pulini ham berdi. Biroq kech уже, Уже, да, уже. Сказал, вариант нету. Qancha sozuldu ошол учебкаңыз? Учебка 2 недель. 2 hafta. Al учебка. Anam ne qilishdi? Yangi yilga yaqin уже shturmaga, yangi yildan oldin shturma bo'ladi dedi. 26-yılı mı olacak mı katılırlar? Da 25'de, dekabrda shturmaga jo'natamiz dedi. 75 kişiydik, bölüp aldı polkalarga. Разные полка есть, 4. У нас забрали 4 штурмовики. 16 человек. Потом отправили там на позиции окоп. Там ждали уже на команда. Qaysi жерде oldu bu? Qaysi жер? Pятихатка. Qishloq Pятихатка deb. Ukraina жерінде? Да. Shu yerda okopda bo'ldik. Уже 4-yanvargacha o'tirdik. 4-yanvar jo'natdi-da. 14 kishi. 2 kishi qoldi bu yerda. 14 kishiydik, 2 kishi tirik qoldik. 12 kishi o'ldi. Biz bordik, pozitsiyaga yetib bordik, точкаga. 10 kilometr yurish kerak edi. Yetib bordik. Командир сказали, там все наши сидят. Их говорят, чужих нету. Бордик, блиндаж видели? И кубинец был, Куба. Он по-русски плохо понимает, молодец мне это. Мне он дрался, а блиндаж ход закрытый, ёпок. Я знаю, по-любому кто-то есть. Я думал, наши. Я говорю, есть кто-то? Говорит, бор. Кем? Человек, одам. И тот человек. И кто там, украинский или русский? Русский говорит. Откройте. Подождите, сказал. Мы стоим, ждем. Ктик. И звук слышал. Бабайга. То уже висят. Men o'yladimki tashlamaydi. Tashladi. O'sha yorildi. O'sha sezdim qo'limga o'sha spal ikkita barmog'im oskолка bo'lgan, singan, sezdim. Osilib turadi. Yana bitta tashladi uzoqroqqa. Kubaga aytdim, qaytaylik dedim.
bo'pti dedi. Orqaga qaytishni boshladim yugurib. Qarasam, yo'q Kuba. Poliya bilan ketyapman yugurib, orqaga qaytib. Tashlayapti, u yoqqa, bu yoqqa, har xil. Shunaqa qilib hamma joyimni nas qo'lyapman. Qo'lim ham singan. Nas qo'lish ishlamaydi hozir mana. Joy bo'lyapti. Qo'lim ishlamaydi. Shunaqa qilib qaytib 3-anaqa kirdim. Pulemyot boshladi bu tomondan. Оказывается, все там кругом их не сидят. Наши вообще 100%. Я знаю, yo'q bizniki 100%. 3-pol pasatga kirdim. Qizil fonar yonida orqamdan. Stoy. Ruka подними. Qo'lni ko'tardim. Shu yoqqa o'girilib qarab. Bunday qarasam, bitta pulemyot, ikkita avtomat, blindajdan chiqib, shuni menga qaratib turibdi fonarga. Siniman kurtka dedi. Uni komandiri chiqdi Svязga. Pider bizda dedi. Всё, говорит, не шевелись. Qimirlama dedi, sherigini keldi. Qo'limni bayladi. Bo'ldi planga. Shu turdim, bir 10 minut mashina keldi, olib ketdi. Sherik Kubinistni ham boshqalar qochganda boshqalar tutgan ekan. Uni ham ashi. Ukrainaliklar. Uni ham mashinaga yukladi, kelamiz. Shu ushlandik, keldik. Siz ошондо канча жол, бир эле жол катыштыңызбы что? Ошол күнү эле кармалган турасызбы? 4-январь. Бияқта шарт кандай экен? Условия кандай экен? Bu yerdami? Bu yerda shu kim sog'lom bo'lsa, ishga chiqadi, ishlaydi. Turk sotilar shu. Sizga ishlaganга болбойт да, кулаңыз. Bu joy barakda chiqmayapman ishlagan. Siz жана айтып кеттиңиз, кубинец жаныңызда болду депчи. Андан тышкары башка ким, кайсы улуттагылар жаныңызда болду? 75 киши бөлдү деп атпайсызбы? Көбүнчө кимдер экен алар? Кайсы улуттагылар? Men endi 70 kishini hammasini tanimayman. Biz o'zimning blindajimdagi жалпысынан. Maga bor edi, Большой, Позиной, Николаевич. Орустарбы же улуттагылар ким? Да, Орустар, да, орус. Кубинец тоже здесь. Ему отморозили нога, палец. Ему отрезали. Kes tayog'ini, barmoqlarini kesgan ozgina. А так он тоже здесь. Siz эми азыр өкүнүп атасызбы? Катышканыңызга. Повар болгон жоксуз да. O'rganib yo'q, ishtirmaga jo'natdi. U уже variant imkoniyat yo'q. Sabr qilamiz hamma narsaga. Deyapman. Nima deymiz, ishonamiz qachon. Siz жаракат алгандан кийин ошол биринчилерден болуп, бармен болот деп ишенесиз да, туура? Үмүт кыласыз да. Нет, здесь баллар бар, где иностранцы кто. Там говорят 3 года сидят, уже 4 года. Дальше русские есть, уже 4 года сидят. Almashtirmayapti ekan iностранцlarni, nimagadir ushlab turibdi ekan. Shu sabr endi qancha bo'lsa ham. Balkim Rossiya harakat жасабайт да, ошол үчүн болуш керек. Balkim. Sizda ошондо российский гражданство барбы? Жокпу? Гражданство бар. Бар. Депорт кылабыз деп, паспортуңузду алабыз деген турбайбы? Ошондон алам, сиз бардыңыз турбайбы? Паспорттан. Калайын деп. Көбүнчө паспорт үчүнбү, жак пул үчүнбү? Паспорттан үчүн, пул үчүн, жер үчүн. Жер дедиңиз, бул эмне билебиз? Земля. Земля, жер турбайбы? Эми жакындарыңыздан экөөңүз бар экен, Андижанда, анан кийин апаңыз бар экен, туурабы? Да. Да, узак жашасын. Ошолорго кандай эмне деп айтаар элеңиз? Сизди көрүп калса, эмне? Haydi. Meni ko'rsa, shu sog' salomatman. Onam ham yosh katta, 54, 54 yoshda. Internetga kirmaydi. Почти. Может, ukam kirar. Shu sog'lig'dan sog' salomatman. Sheriklar уже ichida yotdi, poliyada qolib ketdi hammasi o'lib. Shu xavotir olishmasin, uzr so'rayman. Эми силерди обмен кылса, силер эмне кыласыз? Россияда каласызбы же Өзбекстанга кайтасызбы Андижанга? Nima desam? Rossiyada qolish niyat bor.
bekarga pasportni olaman, yerini olaman demadim. Rossiyada qolib yashash niyat bor. O'zbekistonda ham uyim bor, endi boraman. Borsam u yoqda ham, bu yoqda ham ish qilib. Menda ikkita гражданство. Ikki гражданство. O'zbekiston ham Rossiya ham. Endi qaraysiz bitta O'zbekiston nizom bo'yicha namoyishchi deb qamab qo'yish mumkin. Qamaydi. Agar hozir Qo'yib bo'ladimi qachondan? hozir borsam, уже men qamaydi. Ну, точно не знаю. Aytishdiki, Oydu. posolstvoga borib O'zbekistonniki, O'zbekiston гражданствосini atman qilaman, отказ qilaman-da. O'chiringlar deyman, уже bitta rossiyskiy гражданство qoladi-ku. Shunda уже borsa bo'laveradi ishga. Уже граждан Rossiya bo'lib. O'zbekiston o'sha atman qoladi. Opangizni sog'inib o'tasizmi? Sog'onyapman, уже 5 yil bo'lyapti ko'rmadim. 5 yil bo'lib o'tdi. 5 yil bo'lyapti, chunki turmada o'tirdim 4 yil chiqqunimcha tashqariga. Shu tez chaqirish niyat bor edi, ko'rishish. Ukam bog'chada edi, уже 5-sinf. Og'am deb aytardingiz ukangizga. Shu ukam ham katta bola bo'lib qopti. Yaxshi, onamga yordam beryapti. Qiynalib. Nima deyman endi. Shu uzr so'rayman ulardan. Shunaqa kelib o'zgarib ketdi. Endi sabr qilsak, inshaalloh sog' salomat chiqsak, bo'lsa qachondir ko'rishamiz, ishonaman bunga, xudo xolasa.